o'tirma, tushundingmi? Xo'p. Menga pul tashab keting. Kartingga tashlab qo'yaman. Xo'p. Bugun o'g'limdan ham xabar olishim kerak. Kelmasligim mumkin. Darvozani qulflab o'tirgan, xo'pmi? Tushundim. Bo'pti. Xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Dada, firmani qaytarib olsak zo'r bo'lardi-da. O'g'lim, qaytaramiz. Sen bu yoqdan xavotir olma. Otini nima dedi anu bola? Tohir, dada, Tohir aka. O'sha Tohir qilib beraman dedi-ku. Demak qiladi. Lekin dada, bilmadim-u. Oyim osonlikcha bermasalar kerak. Ular katta pulga o'rganib bo'lishdi, dada. Tavba, o'qituvchini qizi. Undan ko'ra ishini qilsin. Dada, oyimni bilmaysiz. Oyim hozir ancha o'zgarib ketganlar, dada. Avvalgi oyimdan asar qolmagan. Bilaman. Oyini juda ham yaxshi bilaman. Qo'zichon terisini yopmagan bo'ri oying. Ishlasa uzaman deydi, bildingmi? Dada, to'g'risi men avval oyimni hokisor, ojiz ayol deb o'ylardim. Endi bilsam, buni hammasini niqoblar ekan, dada. Shuning uchun men unga qattiq turgandim. Endi tushundingmi? Bu bo'lmasa meni ne kunlarga solardi bu oying. Mayli. Mayli, hali Xudo xohlasa hammasi joyiga tushadi. Tushundingmi? Tushundim, dada. Baraka top qizim. Qo'llaring dard ko'rmasin. Assalomu alaykum buvijonim. Voy buvijon degan tillaringdan o'zim o'rgilay. Yaxshimisan?